Balkim bu filmni sirib o'tib ketsangiz, davlatimizning eng yuqori darajadagi bir quruq jasad to'g'risidagi mazmundan quruq qilishingiz mumkin. Ko'pchilikka ma'lumki, davlatimiz Jungo 5000 yillik tarixga iznas eng uzun bo'lgan davlatlarning biri. Hamda davlatimizning keng zaminiga sanab tugatkisiz qimmatli yodgorliklar ko'milgan. Hatto bu qadimki madaniyat yodgorliklarining ko'pinchisini chegirdan chiqarib ko'rgazma qilish qattiq cheklandi. Davlatimizga munosabatli madaniyat yodgorliklari davlat muzeyisining tarmoqlarida hali ham shu peti saqlanib kelmoqda. Bu madaniyat yodgorliklari qimmatining yuqori tavalligiga asosan darajaga ayrılgan bo'lib, eng yuqori darajadagi madaniyat yodgorliklarining soni taxminan 1000 ga yaqinlashgan. Lekin kishilarning o'ylab yetolmagan yeri shuki, qiziqlangan barliq chirimas quruq jasadlarmi mush turga tava. Undaqda bu xil chirimas quruq jasadning zodi qanday siri bor? 2004-yilning ma'lum bir kuni davlatimizning bir kasbiy arxeologiya atirti g'arbiy shimolga joylashgan Xinjiang cho'lligiga kirib, arxeologiyalar qizish xizmat olib borgan. Bu qitimqi arxeologiyalar tekshirishga asli maqsad necha 10 yil ilgari bir chet el arxeologiya atirtining so'zining rost yolg'onligini dalillash uchun edi. Aslida oldingi asrning 20-yillarida Shvetsiyalik ekspeditsiyachi Sven Hayden boshchiligidagi arxeologiya atirti Lobnurga bosib kirib, bu yerda bir cho'ng tipga qadimki shahar xarobisini bayqaganligini jakarlagan. Bundan boshqa bu chet el arxeologiya atirti yana xarobilikdagi bir o'rinda ma'lum bir o'rakni bayqagan bo'lib, bu o'rakda ta hozirgacha chirib bo'lolmagan noyat g'arib bir ayolning jasadi ko'milgan ekan. Lekin ayni chog'dagi nachar sharoit va odam kuchining yetishmasligini ko'zda tutib, bu chet el arxeologiya atirti quruq jasad elib ketish niyatidan voz kechgan. Shunga ko'plagan kishilar bu arxeologiya atirtining bu qitimqi quruq jasad to'g'risidagi arxeologiyalik bayqashdan gumonlanishga boshlagan. Halbuki aradan 80 yil o'tgandan keyin davlatimizning arxeologiya atirti Xinjiangdagi bu qumliqdan qadimki Kiroran davlatining bir qabri to'pini qizib chiqdi hamda bu yerda ma'lum bir chirmiga ayolning jasadini topdi. Bu bayqash 80 yil ilgari arxeologiya atirtining yolg'on gap qilmaganligini dalillaganda qiladi. Karbon miqdorini tekshirish orqali bu ayol jasadining hozirgacha taxminan 3800 yillik tarixga ega ekanligi aniqlandi. Garchi bu ayol jasad qumliqda 3000 yil uxlagan bo'lsa-mu, lekin jasad sesib ketmagan edi. Besh a'zosi, nafas, chiroyi sipoyi bo'lib, yuz terisi yanada elastiklik ega edi. Uningdan sirt uning ikki ko'zi ching yumilgan bo'lib, uzun kirpiklari ko'rinib turadi. Sira qo'ng'ir rangli sochlari ushluq kigiz qalpoqning orasiga yo'gilib turadi. Yo'g'on ko'zlari qansharliq ushluq yangi bor bo'lib, bilakidagi qon tomirlarini iniq ko'rgili bo'ldi ekan. Kishini teg'ama hayron qoldiradigan yeri shuki, bu ayol jasad bayqalgan chog'da xuddi uxlayotgandek intayin xotirjam edi. Mutaxassislar tafsiri tekshirgandan keyin bu xarobilikning uzun vaqt izlangan Kiroran qadimki davlat xarobisi ekanligini, bu quruq ayol jasadning Kiroran güzeli deb atalganligini bekitdi. Lekin bu ayol hargizmi Kiroran qadimki davlatining malikasi va yoki shu Kirorandagi eng go'zal kishi deganlik emas. Amaliyotda bu ayol jasad bayqalganda ikki qat bo'lib, buningdan bu ayolning balkim to'g'ri o'lib ketgan bo'lish mumkinligini faraz qilg'ili bo'ldi. Kiroran davlatining yiroq qadimki tarixiga doir ta hozirgacha aniq bir yozma yoki amaliy tarix yo'q. Uningdan eng burunqi nomi tarixiy xotirlarda uchraydi. Xannama G'arbiy yurt tazkirasida mundaq xotirlangan. Pechan begligining asli ismi Kiroran bo'lib, Chang'anga 6100 chaqirim keldi. 1570 oila, 14100 ga yaqin odam, 2912 askari bor. Bu sonliq ma'lumotlar Tang sulolasi davridagi G'arbiy yurt tazkirasida tilga olingan hamda Tang sulolasi buyuk shoiri Li Baymo qadimki Kiroran shahri to'g'riliq bir she'rni yozgan. Lekin ajablanarligi shuki, bu she'r hargizmi Kiroranni maqtab madihlab emas, balki Kiroranni qirib tashlash to'g'risida yozilgan. Ayni chog'dagi Kiroranda iborat bu bir kichik davlatning zoti qaysi darajadagi bir madaniyatligi texi noma'lum. Ba'zilar buni Tang begligi tarafidan yo'qitib o'tilgan bir kichik podshohlik deb qaraydi. Bu haqda Li Bayning Jibeyman Sapridan Yoju Xumarlar naqsi degan she'rining tahlilini ko'rib baqsanglar, Kiroranga doir mazmunlardan xirili obdan xabardor bo'lib qolasizlar. Men o'zim tushuntirishga sal saviyarim taqishib qoldi ekan. Mazmunimizning orqasiga qaytib kelsak, kishini hangtan qoldirdig'ini arxeologlar Kirorandan bayqalgan ayol ayol jasadga qarata ilmiy tekshirish olib berib, ilg'or DNA tekshirish orqali bu ayolning jasadining chach yildizi, qishi va osti qismining hamma yerda zo'r miqdordagi pet, chusa qatorliqlarni bayqagan. Bu hayvonlarning quruq jasadi nihoyat mukammal saqlangan bo'lib, hatto pitning sezgi tukchilarini mikroskopda aniq ko'rgili bo'ldi ekan. Qoida bo'yicha aytganda, pit bir xil haroratga intilishchan parazit qurt bo'lib, odam badanida yashashda odamning badan temperaturasiga tayinadi. Odam o'lgandan keyin bu parazit qurtlar muzdek jasadlardan tezlikda ayrilib ketadi. Biroq bugungi kunda o'lgan odamlarning badanida ularning quruq jasadlarini uchirtish, ularning odam badani so'g'andan keyin yana izchil ketmaganligini tushundiradi. Hamda bu pit va chusa egasining badanida izchil 3000 yildan ortiq turgan bo'lib, buning zoti nemishligi texin noma'lum bir sir bo'lib qolmoqda. Amaliyotda biz bilgan Kiroran güzeli ikki bo'lib, birisi 45 yosh atrofidagi ayol, ya'ni haqiqiy Kiroran güzeli deb taraflangan quruq jasad. Yana birisi 25 yosh chamizki ikki qat qiz bo'lib, Kiroran güzeli degandan sirat yana kichik Miran Malikasi deb ataldi. Undaqda biz boya so'zlagan Kiroran güzeli zoti qaysi? Savolning javobini inkas rayona qoldirib qo'ysangiz, tan o'rtoqlashib baqsaq bo'ldi. Yana shunday sirli ishlarni ko'proq anglab turish uchun filmning o'ziga yurak berib, meni qattiq bilishni unutmang.